Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensiya yoshiga yaqinlashgan har bir fuqaro va ota-onasining nafaqasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap avgustdan boshlab pensionerlar uchun aytilayotgan 21 million va 6,1 million so'm atrofidagi to'lovlar. Ularni kim olishi mumkinligi, kim ololmasligi, qaysi holatda pul tushishi, qaysi holatda esa odamlar noto'g'ri umid qilib qolishi haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki birgina hujjat yetishmasa ham, birgina ariza vaqtida berilmasa ham, odam o'ziga tegishli pulni kechiktirib olishi yoki umuman talab qilmay yurishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar aynan oddiy odamlar adashib qolmasligi uchun kerak. Men avvalo masalani aniq qilib olay. Odamlar orasida 1 avgustdan pensionerlarga 1 million berilar ekan. Avgustda 6,2 million tushar ekan. Hamma pensioner bir martalik katta pul olarkan degan gaplar tez tarqaladi. Lekin pensiya va nafaqa masalasida eng katta xato shuki, hamma xabar ham hamma fuqaroga bir xil tegishli bo'lavermaydi. Ba'zi to'lovlar faqat pensiyasi qayta hisoblanganlarga tegishli bo'ladi. Ba'zilari faqat ilgari kam hisoblangan. Ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari keyin topilgan pensionerlarga tegishli bo'ladi. Yana ayrim holatlarda 2 million degani oylik pensiya miqdori emas, balki farq qo'shimcha indeksatsiya yoki kechiktirilgan oylar uchun yig'ilib qolgan summa bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiyaga chiqqanda hujjatlarni topshirar. Mavjud ish staji va mavjud maosh ma'lumotlari asosida pensiya tayinlanar edi. Agar odamning eski korxonadagi ish haqi arxivi topilmasa, ayrim yillar bo'yicha ma'lumot yetishmasa, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lsa, pensiya kamroq hisoblanishi mumkin edi. Keyin fuqaro arxivdan ma'lumot topib kelsa yoki pensiya jamg'armasi elektron bazalar orqali qo'shimcha ma'lumotni aniqlasa, pensiya qayta hisoblanadi. Mana shunday qayta hisoblashda ayrimlarga oldingi oylardan qolgan farq bir yo'la to'lanadi. Odamlar 6 million tush deb aytadigan holatlarning katta qismi ana shunday yig'ilib qolgan farq bo'lishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? So'nggi yillarda pensiya tizimida elektron ma'lumotlar, arxiv so'rovlari, stajni tasdiqlash, ish haqi ma'lumotlarini tekshirish, pensiyani qayta hisoblash jarayonlari ancha faollashdi. Shuning uchun pensionerlar o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Qo'shimcha hujjat topshirsa miqdor oshadimi? Avvalgi oylar uchun farq to'landimi? Shuni tekshirtirish kerak. Lekin men yana takrorlayman. Hamma pensionerga avtomatik 6 million so'm beriladi degan fikr xato bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning asosi bo'lishi kerak. Qonuniy qaror, qayta hisob-kitob, kam to'langan oylar, yangi hujjat yoki belgilangan ijtimoiy yordam turi. Endi men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir opa 2022 yilda pensiyaga chiqqan. U 30 yil ishlagan, lekin 1990 yillardagi bir korxonadan maosh ma'lumotnomasi topilmagan. Pensiya jamg'armasi mavjud hujjatlar asosida unga, masalan, 1,2 million so'm pensiya tayinlagan. Oradan bir yil o'tib, farzandi arxivga borib, o'sha yillardagi maosh ma'lumotini topib kelgan. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1,2 million so'm bo'lib chiqdi. Demak, har oy 2,2 so'm farq bor. Agar bu farq 12 oy uchun hisoblab berilsa, 3 million so'm atrofida qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Mana shu pul odamga bir yo'la tushganda, u katta pul berishdi deydi. Aslida bu sovg'a emas, oldin ham hisoblangan pensiyaning farqi. Ikkinchi misol, bir ota uzoq yillar kolxozda, keyin zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlarda muhr xira, sanalar noaniq, lavozim nomi tushunarsiz. Pensiya tayinlanganda faqat aniq tasdiqlangan yillar hisobga olingan. Keyin tuman arxividan buyruq nusxalari, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Natijada staj 3 yilga oshdi. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar staj oshsa, ayrim holatlarda pensiya qayta ko'rib chiqiladi va oldingi davr uchun farq to'lanadi. Bu farq 1,5 million ham bo'lishi mumkin, 6,5 million ham bo'lishi mumkin, undan kam yoki ko'p ham bo'lishi mumkin. Barchasi odamning pensiya ishiga, stajiga, maoshiga va qaysi sanadan qayta hisoblash qo'llanishiga bog'liq. Uchinchi misol, bir pensionerning pensiyasi har oy bank kartasiga tushadi. U avgust oyida odatdagidan ko'proq pul ko'radi. Darhol hamma pensionerlarga berilgan pul ekan deb qo'shnilarga aytadi. Lekin aslida uning pensiyasida oldingi oyda ushlanib qolgan summa qaytarilgan bo'lishi, indeksatsiya farqi tushgan bo'lishi yoki nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik
qaroq puli kabi boshqa ijtimoiy to'lov bilan birga kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, karta xabarida summa ko'rinsa, uning manbasini aniqlash kerak. Bankdan kelgan SMS pulning sababi emas, faqat pul tushganini bildiradi. Sababini pensiya jamg'armasi bo'limi, My.uz, pensiya organlari yoki rasmiy izoh orqali bilish mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin uzoq yillar ishlagan odamlar. Masalan, 35 yil ishlagan bo'lsa, biroq pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lsa, albatta hujjatlar to'liq hisobga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlari kiritilganmi? Staj to'liq tasdiqlanganmi? Tekshirtirish kerak. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida eski korxonalar, yopilgan tashkilotlar, nomi o'zgargan zavod yoki xo'jaliklar bor odamlar. Ularning arxiv hujjatlari alohida izlanishi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, pensiyaga shoshilinch chiqqan, hujjatlarni to'liq yig'ishga ulgurmagan, keyin mayli, shu ham bo'ladi deb yurib ketgan odamlar. Ana shular hozir qayta tekshirtirsa, o'ziga tegishli qo'shimcha pulni aniqlashi mumkin. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiya ishingiz to'liq hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, stajingiz ham, ish haqi ma'lumotlaringiz ham to'liq kiritilgan bo'lsa, oxirgi qayta hisoblashlar va indeksatsiyalar o'z vaqtida qo'llangan bo'lsa, sizda alohida katta farq chiqmasligi mumkin. Bu yomon degani emas. Bu shunchaki pensiyangiz oldindan to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin degani. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobini tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan xato fuqarodan emas. Ma'lumotlar bazasidagi texnik kamchilikdan, eski hujjatdagi noaniqlikdan yoki tashkilotlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvidan kelib chiqadi. Endi 1 million va 6 million masalasiga alohida to'xtalaman. Irli 5 million so'm degan summa ba'zi pensionerlar uchun bir oylik pensiya, ba'zilar uchun qo'shimcha farq, ba'zilar uchun esa bir necha oy yig'ilgan qayta hisob kitob natijasi bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerga har oy 20 ming so'm kam to'langan bo'lsa va bu 12 oyga hisoblangan bo'lsa, 1 million 40 ming so'm chiqadi. Bu odamlar orasida 1 million deb aytiladi. Yana bir misol, bir kishining pensiyasi qayta hisoblanganda 500 ming so'mga oshdi. Lekin farq faqat 3 oy uchun to'lanadi. Bu ham 10 million so'm bo'ladi. Demak, summa bir xil ko'rinsa ham sabab har xil. 6,10 million so'm ham xuddi shunday. Agar bir pensionerga har oy 6 ming so'mdan 10 oy kam hisoblangan bo'lsa, 6,1 million so'm farq chiqadi. Yoki 325 ming so'mdan 20 oy uchun farq chiqishi mumkin. Yana ayrim holatlarda bir nechta to'lov bir vaqtning o'zida tushadi. Asosiy pensiya, o'tgan oy farqi, qayta hisoblash bo'yicha qo'shimcha, ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya. Odam umumiy summani ko'rib bitta qaror bilan berildi deb o'ylaydi. Aslida esa ichida bir necha sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ekspert sifatida sizga eng muhim narsani aytaman. Summaga emas, hisob kitob asosiga qarang. Bu masalada birinchi nozik jihat shuki, pensiya bo'yicha hamma talablar cheksiz muddatga ortga qaytib to'lanavermaydi. Qaysi sanadan boshlab qayta hisoblanishi, ariza qachon berilgani, hujjat qachon taqdim etilgani, hatto kim tomonidan aniqlangani kabi omillar muhim. Masalan, fuqaro qo'shimcha ma'lumotnomani bugun olib kelsa, ayrim holatda qayta hisoblash hujjat topshirgan sanadan yoki belgilangan tartibdagi sanadan amalga oshiriladi. Ayrim holatda oldingi davr uchun ham farq chiqishi mumkin. Buni aniq bilish uchun og'zaki gap yetmaydi. Rasmiy hisob kitob talab qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat staji borligi pensiya oshadi degani emas. Staj muhim, lekin pensiya formulasi faqat yillar sonidan iborat emas. Ish haqi, sug'urta badallari, lavozim, davr, qonunchilikdagi normalar, minimal va maksimal chegaralar, qo'shimcha ustamalar ham ta'sir qiladi. Masalan, ikki odam o'ttim yildan ishlagan bo'lishi mumkin. Birining o'rtacha ish haqi yuqori bo'lgan, ikkinchisiniki past bo'lgan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Yana bir odamning staji ko'p, lekin ish haqi hujjati yo'q bo'lsa, hisob kitob kutilgandan past chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, eski korxona yopilgan bo'lsa, endi hujjat topilmaydi deb o'ylamang. Ko'p hollarda yopilgan tashkilotlarning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan korxona nomi o'zgargan, birlashgan, xususiylashgan yoki boshqa tashkilotga o'tgan bo'ladi. Shuning uchun izlashda faqat eski nom bilan cheklanmaslik kerak. Ishlagan davringiz, korxonaning joylashgan manzili, rahbar nomi, bo'lim nomi, kasbingiz, hatto eski hamkasblar guvohligi ham yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin guvohlikning o'zi har doim yetarli bo'lmaydi.
Rasmiy hujjat eng kuchli dalil hisoblanadi. 4-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizga 6 million chiqarib beraman. İlk 20 milyon olish uchun kartangiz raqamini va SMS kodini yuboring. Arizani men orqali topshirsangiz pul tez tushadi degan gaplar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, pasport nusxangizni shubhali kanallar orqali yubormang. Rasmiy organlar sizdan SMS kod so'ramaydi. Pul chiqarib berish uchun oldindan to'lov talab qiladigan odamga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Pensiya jamg'armasi bo'limi davlat xizmatlari May To'yko'p.uz arxiv va qonuniy vakil orqali. 5-nozik jihat. Boshqa turdagi nafaqalar bilan pensiyani aralashtirib yubormang. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlangan oilalarga yordam. Parvarish puli yoki boshqa kompensatsiyalar alohida tartibga ega. Bir to'lov bo'yicha e'lon qilingan o'zgarish hamma turdagi to'lovga avtomatik taalluqli bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensionerga tegishli qayta hisoblash nogironlik nafaqasi oluvchiga boshqacha qo'llanishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz qaysi turdagi to'lov olishingizni aniq biling. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiyangiz bo'yicha oxirgi to'lovlarni tekshiring. Bank kartangizga qancha tushgan, qaysi sanada tushgan, odatdagi summadan farq bormi yozib oling. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki kvitansiyadagi summani saqlab qo'ying. Faqat qo'shnim shunday dedi degan gap bilan yurish kerak emas. O'zingizning real summangizni biling. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda aytish mumkin: mening pensiyam to'g'ri hisoblanganini, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, rasmiy tartibda qayta hisoblab, farq summasi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Buni og'zaki ham so'rashingiz mumkin, lekin yozma ariza yaxshiroq, chunki yozma arizaga javob berilishi kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng asosiylari pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa pensiya hujjati, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjat. Farzand parvarishi davriga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayollar uchun ayrim davrlar, masalan bola parvarishi bilan bog'liq masalalar ham stajga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida tekshiriladi. Hujjatni topshirayotganda nusxa qoldiring, asl nusxani ehtiyot qiling. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda korxona nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, taxminiy bo'lim yoki sex nomini, ishga kirgan va chiqqan sanani yozing. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy davrni ko'rsating. Masalan, 1997 yildan 1994 yilgacha tikuv sexida ishlaganman yoki 1991-1998 yillarda mexanik lavozimida ishlaganman deb yozish mumkin. Arxiv xodimi qanchalik aniq ma'lumot olsa, qidiruv shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam. Javobni yozma oling. Pensiya bo'limi sizga hech narsa chiqmaydi desa ham, nima sababdan chiqmasligini tushuntirishini so'rang. Staj hisobga olingan, ish haqi ma'lumoti yo'q, qayta hisoblash uchun asos topilmadi. Hujjatda mux yoki sana yetishmaydi. Kabi sabablar aniq yozilishi kerak. Shunda siz keyingi qadamni bilasiz. Arxivdan boshqa hujjat qidirasizmi? Eski tashkilot vorisiga murojaat qilasizmi? Xatoni tuzattirasizmi yoki yuqori organlarga shikoyat qilasizmi? 6-qadam, summani tekshirganda faqat umumiy pulga qarab xulosa qilmang. Masalan, avgustda kartangizga 2 million so'm tushdi. Sizning odatdagi pensiyangiz 20 million 500 ming so'msa, 500 ming farq nimadan kelganini so'rang. Bu bir martalik to'lovmi, pensiya oshganimi? Keyingi oylarda ham shunday tushadimi yoki faqat oldingi oylar farqimi? Buni aniqlang. Chunki odamlar ko'pincha bir martalik farqni doimiy oshish deb o'ylab, keyingi oy hafsalasi pir bo'ladi. Doimiy pensiya miqdori alohida, bir martalik qo'shimcha to'lov alohida. 7-qadam. Agar siz ota-onangizning pensiya ishini tekshirayotgan bo'lsangiz, ulardan barcha eski hujjatlarni so'rab chiqing. Ko'p ota-onalar eski mehnat daftarchasi, orden daftarchasi, maosh ma'lumotnomasi, kasaba uyushmasi bileti, harbiy bilet, diplom yoki korxona buyruqlaridan nusxalarni uyda saqlab qo'ygan bo'ladi. Ba'zida oddiy ko'ringan qog'oz katta masalani hal qiladi. Masalan, mehnat daftarchasidagi yozuv xira bo'lsa,
boshqa bir buyruq nusxasi shu davrni tasdiqlab berishi mumkin. Hujjatlarni tashlab yubormang, skaner qilib saqlang. Lekin rasmiy topshirishda asl nusxa va tasdiqlangan nusxa talab qilinishi mumkinligini unutmang. 8-qadam. Agar rad javobi mantiqsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon murojaat qildingiz? Kim qabul qildi? Qanday hujjat topshirdingiz? Nima javob berildi? Nimaga rozi emassiz? Shularni aniq ko'rsating. Masalan, 1995 yillardagi ish staji mehnat daftarchasida bor, lekin hisobga olinmagan. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Mana shunday aniq yozilgan ariza ko'proq natija beradi. Men yana bir muhim narsani aytaman, pensiya masalasida kechikmaslik kerak. Keyingi oy boraman, bolam kelganda so'rayman. Baribir foydasi yo'q deb yuraverish natijasida yillar o'tib ketadi. Agar haqiqatan sizga tegishli farq bo'lsa, uni aniqlash uchun birinchi qadamni bugun qo'yish kerak. Ayniqsa avgust oyida to'lovlarda o'zgarish sezsangiz, darhol sababini biling. Bu oddiy qiziqish emas, bu sizning daromadingiz, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat va oilaviy xarajatlaringizga bevosita ta'sir qiladigan masala. Demak, 1 avgustdan pensionerlar uchun aytilayotgan 5 million va 6,5 million so'm haqidagi gaplarni eshitganda avvalo bitta savol bering. Bu pul aynan qaysi asosda to'lanadi va menga tegishlimi? Hamma pensioni avtomatik katta puli oladi deb ishonib qolmang. Lekin pensiyangiz kam hisoblangan bo'lishi, stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lishi, ish haqi hujjatlari keyin topilishi yoki qayta hisoblashdan farq chiqishi mumkinligini ham e'tiborsiz qoldirmang. To'g'ri yo'l: hujjatlarni yig'ish, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish, arxivni tekshirish, hisob-kitob asosini talab qilish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Sizning oilangizda pensiya avgust oyida oshdimi yoki odatdagidan ko'proq pul tushdimi? Izohlarda yozing, qaysi hududdansiz va qanday javob olishga ulgurdingiz, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bunday muhim ijtimoiy masalalarni oddiy tilda, hujjat va amaliy qadamlar bilan tushuntirishda davom etaman.